Assalomu alaykum, e'tiboringizda Asror va biz Qo'rqoncha kanalidamiz. Bugun bizga kelgan Pasharovlar oilasi bilan ajoyib bir ekstremalcha yoki kichkina shou o'yin o'ynaymiz. Va bizning mehmonlarimiz ularning kelinlari. Bu o'yin sharti qanday? O'yin hammamiz o'ynagan, bolaligimizda qiziqib va sevimli o'ynagan o'yinlarimizdan biri bu o'yin nomi nima edi? Shiribom o'yini. Buning sharti haqida aytaman. Qo'shiq boshlanganda kelinlarimiz asta o'yinga tushib, sho'x-shodon o'yin ko'rsatishadi va qo'shiq to'xtaganda men shart aytaman, uni bajarib keyin o'tirishadi. Keling, videoni oxirigacha ko'ramiz va yutganga ajoyib sovg'amiz bor. Davay. Hamma tayyormi? Tayyor. Unday bo'lsa, voy telefonga chiqib qoldi. Hozir bitta texnik nosozlik va o'yin boshlandi. Ketdi. Qornim chiqadi, shu kelinlarimiz olib olib kelsin, qornim chiqadi meni, olib olib kelsin. Olmayman, banan olib kelsin. Ayolma. Lekin sokinlikda biz yana qo'shib davom ettiramiz. Aylantirib o'ynaylik, aylantirib. Salatga zo'r ketadigan narsa pomidor. Pomidor olib kelsin. Gel. Boş yemek. Şurada çıkaramiz. Biz boş yemek. Ajoyib. Ko'rib turibsizki, shartimiz ajoyib va qiziq ketmoqda. Biz esa shartni yana davom ettiramiz. Hamma tayyormi? Marjon yenge, hech to'ylaqoldi. Tayyormi, ketdi? Garden singet sanket tutuki Geçenlerge susi badayet kadında Olmayaptı hatlarını tutkanında Tamam, joyga chiqqanda eng muhim narsa nima? Bu shashlik pishirish. Shuning uchun bizga issiq kerak bo'ladi. Ketdi. İştirakçılarımız yomon yo'l ketyapti. İştirakçılarimiz soni kamaymoqda. YouTube'da esa ozgina qoldi. Va biz yana o'yin davom ettiramiz. Ketdi. Bir qultum ichkiliklar Do'stlar lalacan, yurakdagi lalacan Uning buncha kichkina qiliqlari lalacan Kelmagan qasigingdan O'tdi sofi yoshigingdan Gulsan, tog'lardagi keksan Gulsan, kun qo'limga tushsan Gulshan Bu yuragim shamsan Gulgul, gulgul, gulshan Gulshan, tog'lardagi keksan Gulshan Kun qo'limga tushsan Gulshan Bu yuragim shamsan Gulgul Pakilashga qo'rqoq. Pakilashga qo'rqoq.
jamoatchilik bo'ldi. Shuning uchun biz muxlislardan so'raymiz. İştirakçılarımız jo'rligida bu yoqda hisoblaymiz. İştirakçılarimizni yugurtiramiz. İştirakçılarimizni yugurtiramiz. Boshladi. Va bizda oxirgi final. Undan olinsa hamma kino va serialga o'xshab reklama bizda. Ajoyib manzara, shunday emasmi? Bunday manzarani qayerda ko'rishingiz mumkin? Albatta, qo'rqinchi nomli dam olish maskanida. Bu yerda o'zining komfort xizmatlari, go'zal tabiati va sokin joylar bilan hammani esda qoladi. Do'stlaringiz, oilangiz bilan kelib, maroqli hordiq olib, to'liq xotirlarga ega bo'ling. Biz sizni qo'rqinchida kutamiz. Albatta keling. Xo'sh, biz ana reklamadan so'ng oxirgi final raqsimizga keldik va ishtirokchilarimiz ko'rishingiz mumkin. Ularga omad tilagan holatda raqsni boshladik. Shunaqa ojanim, savuntirma men savuntirsam, ko'rmaysan-da janim. Shunaqa Bizga ana akamiz qo'l sotmoq kelishdi. Birinchi kelgandiki bo'ldi, birinchi kelgandiki. Asta chekkaga o'tdim. To'xtama, tentakni o'tib ketsa ikkita tentak. Boring, o'sha qildilar. O'sha qildilar. Do'stlar, ana ko'rdingiz, ikkita oila. Uchta oila. Ikkita oila birgalikda eng yaqin jigarlar bo'lsa ham yutuq uchun shunday kurashadi. Sen o'zing Qarochi, bizning g'oliblarimiz bizning nima qo'rqinchi tomonidan ajoyib ko'la va nartikalar bilan taqdirlanadi. Mana sizlarga ikkita nafika chegirma bo'ldi. Shunday qilib, nima oldi yoniga? E'tiboringizda qo'rqinchi dam olish joyi bo'ldi va bu yerda ajoyib manzaralar ko'rishingiz va shunday ajoyib o'yinlarda ishtirok etishingiz mumkin. Qo'rqinchi bilan doimo hordiq va maroqli hordiq. Sen ishingga borib Rahmat. Bo'ldi, rahmat.